Sizlar xorazmliklar, jigarlar, tanijonlar, sog'mi-sog'mamsizlar. Xullas kichkinagina burilish qilamiz. Men sizlarga ikki og'iz aytadigan gapim bor, eshitinglar. Vlog boshlashimdan oldin, masalan, o'sha 6-8 oy oldin, masalan, menda plan bor edi, ya'ni vlog boshlayman, bo'ldi. Faqatgina pul topish emas. Maqsad pul topaman deb turib Instagramga kirmadim. Shunchaki tanilay, işte men ham mana shunaqa bir mashhur odamlar bo'ladi, o'shalar qatorida men ham bo'lish, ko'cha-kuyda u kim ko'rsa meni tanisin degan narsa bilan boshlaganman. Xudoga shukr, masalan, shu bugungi kunda ko'chalarda meni tanib salom beradiganlar ko'paydi. To'g'risini aytaman. Bu narsa hozir oddiy eshitilishi mumkin, lekin juda ham katta. Endi men uchun mana shunaqa. Ya'ni bu narsa bu meniki emas, bu avvalambor sizlarniki, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan har bitta bosayotgan laykinglar, har bitta yozayotgan kommentinglar, Leo davom eting, to'g'ri gap beriyot deyotgan so'zinglar, ya'ni tushunyapsizlarmi? Mana shu narsalar meni oldinga yurishga majbur qiladi. Har bitta oldinga qo'yayotgan qadamim meni ya'ni yuqoriga olib chiqaveradi. Sizlarga juda kattakon rahmat. Nima deyishim bilmayman to'g'risi. Men ham masalan mukammal emasman. Menda ham masalan xato, kamchiliklar bor albatta, lekin bitta narsani aniq bilaman. Sizlar masalan qo'llab-quvvatlashinglar bilan Xudo xolisa yanada ko'tarilaveramiz Xudo xolisa. Mana shunaqa narsa. Men to'g'risi nima deyin boshqa? Shu kattakon rahmat, boshqa to'g'risi gapim kelmayapti, hayajonlanyapman. Xullas o'zinglar asranglar, tanijoninglar sog' bo'lsin, qo'llab-quvvatlayotganlar hammanglarga kattakon rahmat. Yana bir bor.